Ha, siz qarab oling. Labbe. Ha, mashinani nima qilish kerak edi? Hop. Faqat qarang, ertaga olib ketaman. Bo'lmasiz-ku. Ishlarni yaxshilab yuvasiz, orqadagi narsa eshitasizmi? Bo'ldi. Mana keldi. Hop. Rahmat. Yaxshi e'tibor. Voy, chiroyli qiz ekan. Mashinangiz tayyor, mana. Rahmat. Kelib turing yana. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Mashinamni tegizib bering, kutib turaman. Bo'ldi, xo'p. Ketdim. Bechora, sizdan so'ramoqchi edim. Dars qilyotgandim. Ha, uzr. Nima aldabosan, dars qilolmay telefon o'ynab o'tiribsan-ku? Rostdan dars qilyapman, mana. Ibrat akademiya ilovasidan ingliz tilini o'rganyapman. Ishim uchun rosa kerak bo'ldi. Ham qiziqarli, ham sun'iy intellektda o'rgansa bo'lar ekan. Undan tashqari narxi вообще zo'r. 3 oyga atigi 159 ming so'm. Ingliz tilidan tashqari nemis, rus, turk tillarini ham o'rgansa ham bo'ladi. Vau, zo'r ekan. O'rtoq, kimdir gul tashlab ketdi. Boyagi mulkachi bola bo'lsa kerak. Kecha shokoladam qo'yib ketdi. Orqaga qo'yavera qol. Boya gapim chala qoldi. Sizga bitta iltimosim bor edi. Xo'p, eshitaman. Agar xo'p desangiz, sizni kechqurun ujinga taklif qilmoqchi edim. Hamma o'zini o'rnini bilgani yaxshi. Teng-tengi bilan, tezlik qopi bilan. Chetga olmashinlarni gapim bor. Tinchlikmi? Ne unaqa deng bolaga? Nima qilishim kerak edi? Sen uchun shuncha harakat qilib-ku, nima qildi oddiy bola bo'lsa, shu gol shokoladlarni qayerdandir pul topib bo'lsa ham olgan. Hech bo'lmasa uchrashuvga chiqib qo'yishing kerak edi. Noto'g'ri ish qilding. To'g'ri aytasan. Ertaga borib gaplashaman. Hozir ustiga yozdirib qo'ydim. Yur kirib chiqinglar. Xo'p, chek qachon yondi? 2 kun bo'ldi. Kimdir katalizator yechib to'g'ri. Voy, slow.